Mercedes-Benz CLS banandan keyin sevib haydaladigan mashinalardan bittasi. Mercedes-Benz AMG GT43 bugun sotuvga kelib qoldi, shef. Akulani sotib olib siz eng tezi bo'lasizmi? Yo'q, yoki eng komfortli mashinalardan bittasimi bu? Umuman yo'q. Siz Zigir sotib olishingiz kerak agar bu xususiyat kerak bo'lsa. Bu mashinani sotib olib o'zingizga status sotib olasiz. Ya'ni Akulada bu joyga kirib borsangiz, birinchidan emotsiya, odamlarning sizga bo'lgan muomalasi. Ikkinchi o'rinda bo'lsa, bu mashinadan olayotgan sizni adrenaliningiz, ya'ni ovozi, uni go'zalligi, mashinaga chiqib qaraganingizda o'zingizni kayfiyatingiz ko'tarilishi. Mana shu eng asosiy xususiyat deb o'ylayman va mashinamga qaraganimda meni ko'nglimga yoqish kerak va bu mashina eng go'zal mashinalardan bittasi deb o'ylayman. Mercedes-Benz chiqargan. AMG GT ni sotib olsangiz yana nimalarga ega bo'lasiz? Bir ikkita funksiyasini o'zini aytib o'taman. Выдвижной spoilerlar, perforatsiyali tormoz sistemasi, выхлопись, подвески, plus motor qismida har xil rejimlari bor. Ichki komfortlari 360 gradus kamera, podogref, abduv, xullas nima komfort mavjud bo'lsa hammasi Mercedesda bor. Xullas siz bu mashina sotib olganingizda yana bir marta aytib o'taman, o'zingizga status va mana bunaqa go'zallikni sotib olasiz.